Assalomu alaykum. O'zingiz tanishtirsangiz? Aleyküm selam, assalomu alaykum. Men Shipaxona deydi. Shipaga Qozog'istondan keldim, Turkiston oblasidan. Mana shu qilgan shipamiz yaxshi o'zgarish bo'lyapti. Vitiligo kasalligi sizda qachondan beri bo'lgan? Vitiligo kasali 2 yil bo'ldi onaga. 2 yil. Men 3-kurs kelishim. Bundan oldin boshqa joylarga borganmisiz? Yo'q, hech qayerga bormadim. Birinchi bizni ko'rib keldingiz. Birinchi ko'rib keldim. Instagramda ko'rib keldingiz. Instagramda ko'rdim. Kelganingizga qancha bo'ldi? Kecha keldim. Kecha keldingiz, bir kun. Birinchi kursga keldingiz. 3-kurs. 3-kursmi? Natija bormi hozir? Natija zo'r, 70% yapıldı. 71. O'zda oyoq. Xatlaringizda bor edi, bir ko'rsatalasizmi? Meni mayitlarimda bor edi. Meni mayitlarimda Onlarda var edi, yapılacaktı. Başlarında bari yapılıptı, neydi var edi. Mayitlar da var, yapılacaktı. Ancha rezultat bo'libdi. Rezultat zo'r, yaxshi, rahmat. Oyoqlarim meni bari var yapılıp ketmadi. Sizga o'xshagan vitiligosi bor odamlarga klinikamizni tavsiya qilasizmi? Ha, qilyapman u. Ko'pchilik ishonmayapti, biz rasm qo'ysak hammada bir xil rasm bo'lib ketyapti. Yo'q, uyga aytdim, men ko'rib bo'ldim, bari yapılıp ketyapti meni. Hozir appoq edi meni. Mana bu yapıldı mayitlar. Bo'ldi. Benim var zo'r yapılgan. Rezultat zo'r, xudo xolasa. Xudo xolasa 100% qilib sizni bekitib jo'natamiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Rahmat, sog' bo'ling. Yaxshi, rahmat.